Mana kotyolimiz. Bitta kotyol ventilyatsiyasi bilan sirkulyatsiya nasosiga qo'yyapman. Xo'p, bizda apparatdan chiqqan tugni sanjimasdan oldin, mana sanjimasdan oldin biz apparatni ishlatib ko'ryapmiz. U ishladi. Endi bitta yoqing-a. Mana qani. Xo'p. Mana ishlashni boshladi. Qachon ochaylik? Ishlashni boshladi. Doğratda bedavasız. Abi kanal kömürü yok mu için? Ya bu prosta ventilyatsiyalarini ishlatgani ishlashni boshladi. Udashni o'zi changdan bilan yapti, bo'ldi. Mana shu sistemani shu apparatimiz va akkumulyatorimiz Xudo xolasa cho'tki ishlatib beryapti aka. Endi buni shunday davlat tulkiga shunday zaryadga bergan, shunday sandisak, e'tibor qilsangiz davlat tulkisi past ekan. Напряжение past ekan. Sekinlayapti. Biz apparatni nisbatan bunda davlat tulkiga nisbatan balandroq ishlayapti. Hozir ko'ramiz. Necha volt degan. Shunaqa.